Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 7-mart, xudo xolasa, Jizzax viloyati Baxmal tumani Fotima opaga tayyorlangan do'konimizni ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa mana yo'lga chiqyapti. Mana ko'rinishlari, oldi fasad, yonbosh. Mana ichki qismi G shaklida pirlavka, temir pirlavka mana ko'rishingiz mumkin. Devorlar MDF, mana bemalol devorlar ko'taryapti pirlavkalarni. Mana devorga mustahkamlangan. Mana takka hech joyga tekkani yo'q. Orqada forchka, mana ikkita yonda yarim metr mana pirlavka ko'rinmasligi uchun yopilgan. Mana bu taraf ham morozelka nimalarga joy qolgan, xudo xolasa bemalol qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana oldi Seli Akfa. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa do'konga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.